بسم الله الرحمن الرحيم. o'xshab asal ham shifo, lekin me'yorida, vaqtida ishlatishni bilgan odamga shifo. Hamma kasalga shifo deb ishlasang bo'ladi degan. O'zi insonni agar tabobatga iymonidan ko'ra Allohga iymoni va tavakkuli kuchliroq bo'lsa, ana shunaqa deb tushunsak ham bo'laveradi. Biz sabablarga sabab tarzida qaraymiz. Uni musabbib tarzida emas. Musabbib, ya'ni sababni yaratuvchi Alloh. Doriga bitta sabab deb qaraymiz. Alloh xohlasa hamma narsaga shifo bo'laveradi. Yani salaf solihlarda iymoni, tavakkuli kuchli zotlar mana shunday qilgan. Ular dori-darmon, tabibga iymonidan ko'ra Allohga, uning kalomiga iymoni kuchliroq bo'lgandan hamma narsada shifo deb qabul qilgan va biiznillah shifo bo'lgan ham. Masalan, Ibn Umar roziyallohu anhudan keladi. U kishi jasadidan bir yara toshadimi, bir joyi og'riydimi? Albatta o'shanda asal surib yoki asal ichib davolanar ekanlar. Alloh chunki asalda shifo bor degandi. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarda, agar biror narsada shifo bo'lsa, hijomada bor, asalda bor va kuydirishda bor deganlar va kuydirishdan lekin qaytaraman deganlar. Abu Vajra rahimahullohdan naql qilinadi. U kishi ko'zi og'risa hatto ko'ziga asal qo'yar ekan, surma qo'ygandek qilib. Chunki Alloh asalda shifo bor degan deb aytar ekan. Bunga aytayapmanki, iymon kerak. Ko'zim bir balo bo'lib qolmasmikan, o'zi bo'larmikan degan odamga bir balo bo'lib qoladi ham va hech vaqo bo'lmaydi ham, ya'ni shifo. Unga iymon kerak. Yana Avf ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Sahobiy bu kishi ya'ni. U kishi kasal bo'lsalar, menga suv olib kelinglar derkanlar. Keyin asal olib kelinglar derkan. Keyin zaytun yog'ini olib kelinglar derkanda, hammasini aralashtirib ichib orar ekan. Ana shifo derkan. Nimaga desang, chunki Alloh Qur'onda suv haqida aytgan, "Va nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka." Samodan muborak suv tushirdik degan. Suvda baraka deb gapirgan Alloh. Ikkinchidan, asalda fihi shifa'un linnas, unda insonlarga shifo bor degan. Uchinchidan, zaytun haqida ham Alloh shajaratin mubaraka degan, muborak daraxt degan. Ana shu uchun uchalasini to'playmanda ichib oraman, shifo topaman degan ekan. Va shifo topib ketar ekan ham haqiqatan. Bu narsa uchun aytayapman, Allohni sinamang. Alloh sinalinmaydi. Qani qilib ko'raylikchi deb. Ba'zi odamlar shunday xususiyat borki, qani deb tajriba qilib ko'raylik. Nima tajriba qilasiz? Alloh sinalinmaydi. Tamom, Alloh aytdim bo'ladi degan odamga bo'ladi. Allohni sinalinmaydi. Mana bir kishining qissasi kelgan, hadis darslarida aytib berganmiz. Akamni ichi ketyapti degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, asal ichir. U odam qaytib kelib aytgan, "Ya Rasululloh, battar bo'ldi" degan. Yana asal ichir deganlar. Yana qaytib kelib aytgan, "Yana battar bo'ldi" degan. Yana asal ichir deganlar. Oxir mana shu narsa 3 yoki 4 marta takrorlangan. Har safar Rasululloh asal ichir dedilar, u odam battar bo'lyapti deb kelaverardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir aytganlarki, "Sadaqalloh va kazaba batnu axik." Alloh rost aytgan, akangning qorni yolg'on aytibdi deganlar. Ya'ni asalda shifo bor deganda Alloh rost aytgan. Shifo bormi aslida? Akangning qorni al deyapti. Buni ma'nosida ulamolar aytganki, ya'ni akasining qornidagi infeksiya tushgan bo'lgan, ichiga, oshqozoni, ichaklariga. Shuning uchun nima tushsa, infeksiya uni zaharga aylantirib tashlavergan. Endi buni ichi bir sirama yuvilish kerak. Yuvilguncha vaqt ketadi. Ana shuning uchun aldayapti. U vaqtinchalik deganlarda Rasululloh. U ichi yuvilib ketsa shifo topadi. Hozir vaqtincha ichidagi zaharlar chiqib ketgunga qadar mikroblar tabiiy ichib ketib turadi. Shuning uchun ichiraver deganlar. Lekin shifo bor dedim, shifo bor. Aytdim, shifo bor deganding qildik bo'lmadi. Sen aldabsan bizni deb yugurkima deganda bu. Alloh aytdimi, rost aytdi. Vaqtinchalik akangni qorni aldab turibdi degan. Yana Ali roziyallohu anhu dan keladi. U kishi agar biror kasal insonga maslahat bersalar aytar ekanlar, bir suvni olib, uni bir sahifaga oyatlarni yoz deganlar. Bir sahifaga oyatlarni yoz yoki masalan tovoqqa oyatlarni yoz deganlar. Keyin ana shu yozilgan narsani yuv suv bilan. Chunki Alloh suvni muborak degan dedik mana. Ma'an muboraka va Qur'onda shifo bor degan Alloh. Demak, muborak suv bilan Qur'onning shifosini jamlayapsan hozir bu yerda. Keyin xotining ko'nglidan senga chiqarib bergan bir puldan asal sotib ol degan. Chunki Alloh asalda shifo bor degan. Demak, suvni muborakligiga, Qur'onning shifoligiga hozir sen asalda shifoligini qo'shyapsan. Uchinchisimi bu? Xo'p, nimaga endi xotiningni ko'nglidan chiqarib bergan pulga? Chunki Alloh Qur'onda aytgan, "Fa intibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Agar xotininglar sizlarga ko'nglidan chiqarib, mahrdan biror pulni qaytarib bersa, sizlarga osh bo'lsin, yuringlar uni degan. Demak, xotin ko'nglidan chiqarib bergan pulni Alloh osh bo'lsin degan. Yuringlar degan. Ana bu 4-chisi bo'lyapti. 4 ta muborak, halol, pokiza narsani bir-biriga qo'shgan bo'lasan, endi o'sha haligi Qur'on oyatlari yozilgan, oyatlar yozilib yuvilgan suvni olib, mana shu asalga aralashtirib ich deganlar. Bezinda shifo topasan degan. Bu Ibn Kasir rahimahulloh tafsirlarida keltirganlar. Bu narsaga endi qattiq ruju qo'yavermaslik kerak, faqat mana hamma narsada shunaqa tovoqlarda yozib endi oyat hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmaganlar chunki bu ishda Ali roziyallohu anhu dan kelgan, bu ham o'zi sahih nosahihligi ixtilofli narsa. Kimdir qilsa yaxshi, qilmasa shunchaki o'qib, Allohga tavakkal qilib, shunchaki asal bilan davolansa ham bu ham kifoya. Bu endi ulamolar tajribasidan, salaflar tajribasidan chiqqan narsa.
Yana shuningdek Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytganlar, bizda ikkita shifo bor deganlar. Biri Qur'on, ikkinchisi asal deganlar. Alloh ikkalasidan fihi shifaa'ul linnas. Odamlarga shifo bor degan.